Tuya olaman. Allaqachon butun O'zbekiston tanib oldi. Komiljon Otaniyozov qo'shiqlari tanlandimi repertuarda? Mashina bo'lsin, prezidentdan sovg'a bo'ldi. Yoshlarning masalasi men uchun eng yuqori darajada. 60 mingga yaqin yoshlarimiz studiyadan butun respublikada ishtirok etyapti. Bittadan savol bo'lsa 60 mingta savol bo'ladimi? Не ожидал, что вообще хоть когда-то получится лично пообщаться с президентом, тем более пожать ему руку. Эйфория, по-другому сложно как-то описать. Sizni startapingizni prezident juda ham zo'r qabul qildilar. 2016-yilda startap loyihani rivojlantirish uchun tanlovlarda qatnashganimda eng katta olgan sovg'am bu televizor bo'lgan ekan. Qancha mukofot pulni oldi? Birinchi o'rinda bizga $100,000 berildi. Kelajakda kim bo'lasan desa Rossiyaga ishlagani ketaman emas. Men o'zimni startapimni qurib, kelajakda butun dunyoga sotaman deb maqsad qiladigan yigitlarni tarbiyalashga biz qattiq bel bog'laymiz, hurmatli bizlar. Juda ham ko'p imtiyozli imkoniyatlar berdilar. Kutilmagan raqamlarni eshitdik. Qo'shimcha yana $200 million ajratamiz. 100 milliondan 300 million so'mgacha oshirish, 10 milliard so'mgacha kredit ajratish. Tinimsiz milliardlar loyihalar. Bizda ikkita yo'l bor. Yo siz bergan $200 million biz $5 milliard qilib qaytaramiz yoki menda imkoniyat bo'lgan edi, lekin bu imkoniyatdan men foydalana olmadim deb biz afsus bilan omadda o'tamiz. Juda ham xursand bo'lganim bu yosh oilalar uchun ipoteka kreditlar 10% ga pasayishi, chunki yosh oilamiz. Turmush o'rtog'im bilan birgalikda bolalar akademiyasi xususiy maktabini tashkil qildik. Ko'rding qanday g'ururli qizlarimiz bor Qashqadaryoda. Iftiqorim bo'lgan mana shunday qizlarim, qanotim bo'lgan qizlarim bilan ko'rishib turganimdan men g'ururlanaman. Riyad Air aviakompaniyasiga ishga qabul qilingan birinchi o'zbek qizi bo'ldim. Garvard universitetiga qariyb $400,000, ya'ni 100% grant bilan qabul qilindim. Oddiy qishloqdan chiqib manaman degan Garvard universitetiga 100% grantga kirish bu degani o'zbek millati, o'zbek qizi nimaga qodir ekanligidan dalolat. Mening maqsadim O'zbekistonga birinchilardan bo'lib Nobel mukofotini olib kelish. Xuddi Dalir aytgandek, Nobel mukofotini olishni o'zimga maqsad qilganman va Nobel mukofotini olgan kunim aynan Nobel nutqimni o'zbek tilida so'zlamoqchiman. Bu his-tuyg'u uchrashuvda ishtirok etayotgan barcha yigit-qizlarning qalbida jo'sh uryapti. Quvonch yoshlari menga keldi. Mening maqsadim sizlarda shunday quvonchlaringni ko'rish, ota-onalaringning quvonchini ko'rish. Bu o'quv qo'llanmasi bir vaqtning o'zida ham atlas ham kontur xarita vazifasini bajaradi. O'quvchilar uchun bu ham yaxshilik, ham yengillik, ham yangilik bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli oliy bosh qo'mondon. Ular oldida gapirganda rosa hayajonlandim to'g'risi. Nobel laureatlari bilan gaplashish oson bo'lmaydi kelajakda. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Ota-onaning eng katta baxti nima o'zi? Farzandi kamolini ko'rish, baxtini ko'rish. Shuning uchun biz sharoit yaratyapmiz. Ilohim shu kunlarga hammamizni yetkazsin, kamolini ko'rish bizga nasib. Sog' omon bo'ling.